Gagarin ko'chasi Sifat mebel do'konining ro'parasida 4-qavatda kattagina 3 xonali kvartiramiz sotuvga chiqdi. Bu prixoshka qismimiz. Ko'rishingiz mumkin, garderob zonalari bor. Bu yerda esa birinchi xonamiz, ya'ni bolalar xonasi bo'lyapti. Ikkita bolaga mo'ljallab jihozlangan, shkaflar bor, derazalari ham bor. Bu uyimizning har bitta xonasida o'zining derazalari bor, gluxoy xonalari yo'q. Bu kattalar yotoqxonasi, yorqin ranglardan foydalanilgan, devorlar uchun ham, mebellar uchun ham. Uyimizda konditsionerlari bor. Kvartiramiz to'liq issiq pol bilan jihozlangan. Hozir jihozlarini ham ko'rsatib ketamiz. Bu yerda esa sanuzel, umumiy sanuzel xonasi, dush kabinalari bor, kir mashinalar bor. Bu yer ham issiq pol bilan jihozlangan. Endi mehmonxonaga e'tibor qaratishingizni so'rayman. Juda ham katta, keng mehmonxona, stol, stullar qo'yilgan, mebellar qo'yilgan, televizor, lyustralar ham bor. Mehmonlarni bemalol uyalmasdan kutib olishingiz mumkin. Va nihoyat oxirgi xonamiz bu oshxona bo'lyapti. Oshxonamiz ham juda ham shinam, keng. Oshxona mebellari bilan jihozlangan. Xolodilnik, gaz plitalari ham bor. Endi bu yerda suv bachogini ko'rsatib ketaman. Bu uyimizning yana bitta plyus tomonlaridan biri, mana bu suv bachok, suv uchun zaxira va press kontrollari ham bor. Suvdan umuman muammo bo'lmaydi. Bu yerda esa ko'rsatib o'taman, mana issiq pol jihozlari. Buni tushunadigan odamlar o'zi ko'rib olishadi. Bu yerda esa duh konturli kotel va gaz uskunalarini ko'rishingiz mumkin. Uyimizning umumiy maydoni 94 kvadrat metr, narxi $93,000, albatta kelishtirib beriladi.